Qolgan davom etadi. Hurmatli do'stlar, 160 mingdan Elbek aka yaxlit gilamni qilib bermoqchi ekan. Elbek aka, haqiqatdan bitta gilamni yaxlit gilam 160 mingdan qilib berasiz. Xudo xolisa. Faqat do'stlar, videoni oxirigacha maksimalni ko'ramiz. Albatta, podдержкада bo'lamiz do'stlar. Videoni ko'ringlar 160 mingga. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Toshkent bozori, TikTok, Instagram va musobaqadagi qaddi baland qadrdon opa-singil aka-ukalar. Assalomu alaykum. Hammanglar o'ylar to'y bo'lsin, to'ylarda biz xizmatda bo'laylik. Mana sizlar kutgan daqiqalar keldi, shoshilinglar. Sizlar uchun narx-navo bilan tanishtiramiz. Manzilni ham tushuntirib o'tamiz do'stlar. Abu Sahidda har doim rosa ko'p videomizni ko'rsatdik. Abu Sahid kelishdi, yangi qurilgan masjidning ro'parasida yangi sizlar uchun tepa nima deydi? Yangi qurilgan peshixodning mosti yonida Grand Plaza mebel magazin podvolida, yo'l yuzida, bozorda ichida emas, Abu Sahid bozori to'g'risida yo'l yuzida Grand Plaza mebel qatorida. Sizlar uchun do'stlar peshixodni tepadan qurdirib qo'yganmiz. Xo'p, 1.5 ga 230larimiz mana 160 ming so'mdan turishi. Mana, shoshilinglar mana. 160 ming so'mdan. Mana shu 160 ming qilyapsiz. Mana skidka faqat 4 kun, payshanba, juma, shanba, yakshanba kuni. Mana do'stlar, bu palasmi 12, 13, 14, 15-kunlari. Bular gilam, palas emas. Gilam bilan palasning farqi nimada, qani? Gilam bilan palasi, gilam to'qima, palas orqasi rezinga press bo'ladi. Mana o'shanda bu gilam. Bular gilam. Ko'pchilik ana palasni gilam deb o'ylashyapti. Endi imkon qadar qo'limizdan kelgancha tushuntirib boramiz. Do'stlar, tushuninglar, gilam bilan palasni ajratish. Mana bular to'qilma, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, to'qima gilamlar. Xo'p, ikki go'shlarimiz mana 260 ming so'mdan turishi. Do'stlar, ko'rishlaring mumkin. 260 ming so'mdan turishi. Rang-barang, ha? Och. Har xil gullari. 260 ming so'm mana shu turishi. 2 go'ch gilamlarimiz mana. Xo'p, 2,5 ga 3,5larimiz. Mana 400 ming so'mdan. Mana 400 ming so'm. Mana shu turishi gilam 400 ming so'mdan. Gilam do'stlar. 2 go'chlarimiz mana 400 ming so'mdan. Palas emas, adashtirmanglar palaska do'stlar. Bir xillar internetda shunday bo'lyapti. Ana palasni ham gilam deb aytayotganlar uchrayapti. Mayli, endi hamma o'zicha javob beradi. 3 ga to'rlarimiz. Och. Qani? 3 ga to'rlarimiz mana 550 ming so'mdan. 550 ming so'm. 3 ga to'rlarimizdan 550 ming so'mdan. Siz kutgan kun keldi do'stlar. Mana gilam 550 ming so'mdan turishi mana. 4 kunga shoshilinglar. Och. 3 ga 5larimiz 650 ming so'mdan. Mana shu katta gilam 650. Mana shu gilam 650 ming so'm. Mana evaziga arzonlashtirib qo'yasiz Elbek aka. 4 kunlik skidga qo'yib yubordik. Mana. Bir maza qilsin xalq. Bu yangi gul ekan. Bir maza qilsin mana. 650 ming so'mdan. Undan tashqari 1 milliondan oshiq xarid qilgan xaridorlarimizga mana Latatrondan tortadi. Nima chiqsa, yutuq, hammasida yutuq bor. 100 ta biletimiz bor, hammasida yutuq bor. Chiqqan sovg'a sizniki. Yo, boya o'tgan safar qo'ygan suyab qoldimi? Uni yutib ketdi hamma. Yo, o'tgan boya keldim, hozir kelgan solatgandi. Bu yengitdan nima qildik? O'tganga yutganlar yutib ketdi. Hozir men o'g'lim nima ekan desam, u Latatron ekan. Bu yerda bakaldan tortib kirish mashinagacha. Shoshilinglar. Nima bor konkretno ichida? Bu yerda bakal bor, joy namoz bor, mantiqoson bor, multivarka bor, fen deganday, o'tda yana nima bor edi? Ana. Kirish mashinasi. Ana. Har xil narsa bor bu yerda. Chiqib olgan odam olib ketadi. Olgan odamlar afsuslanmaydi. Yo, misol keldim, sizdan 1 milliondan xarsaq xarid qildim, kelib tortamanmi? Shu yerdan tortasiz. Nima yutuq chiqsa shu odamniki. Agar 2 million xarid qilsam, yo'q, bu yerda 1 milliondan oshiq degani bo'ldi. 1 milliondan 100 milliongacha xarid qilmang, bir marta tortadi. Bir marta tortadi. Bir marta tortadi. U agar 1 milliondan oshiq xarid qilganlar tortadi degani, prosta cheklangan narsa qo'yib qo'ydik-da. Endi misol uchun mana bu yerga keladi 150 ming, 200 ming narsa olganlar tortib bu yerda to'g'ri kelmaydi-da. U agar 10 milliondan oshiq xarid qilganlarga buni tortadi-da. 10 milliondan oshiq xarid qilgan obunachilarga misol uchun men ko'p summali narsa olman deb xafa bo'lishi kerak emas. Ko'p summa 10 milliondan oshiq xarid qildingizmi, bundan tortasiz. Nima chiqsa sizniki, undan tashqari alohida sovg'amiz bor. Yana sovg'a bor alohida.
Bundan tashqari 10 milliondan oshiq xarid qilgan odamimizga alohida sovg'a qo'shib beramiz. Bo'ldi. Ana Qatarga, Dubayga qachon edi? Qatarga, Dubayga xudo xolasa 30-iyunda o'ynaladi. Oz qoldi, shoshilinglar mana. Unga ham qo'shib qo'yasiz. U o'yinga ham telefon raqamini olib qolamiz, qo'shib qo'yamiz. Gap yo'q, zo'r. Daroshkalarni bir narxni tashlab o'ting. Daroshkalarimiz mana. Arzon qilaylik mana shulardan. Mana shularda O'z kopeyka narx qilib yuborilgan. Xo'p. Mana bu daroshkalarni mayli, kelinglar sizlar uchun mana shu 4 kun foydalaninglar. 80 taliklar 100 ming so'mdan. 100 ming so'm, 100 ming so'mdan. Mana 1 metrliklar. Faqat mana qatorlar. Mana qatori. 1 metrliklar 120 ming so'mdan. Aha. 120liklar 150 ming so'mdan. Mana 1 metr. 120liklar 150 ming so'mdan. 1,5liklar mana 180 ming so'mdan. 2liklarimiz 220 ming so'mdan. Har xil gullilari bor do'stlar. Aha. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Keyin mana bu yoqda yana. Mana bu daroshkalarimiz mana. Mana shular. Mana shu yerda kvadratda 150 mingdan sotilgan daroshkalar sizlar uchun mana 4 kunga 110 ming so'mga tushirib qo'ydik. Mana 110 ming. Mana shu daroshkalar, mana shudan masjidgacha. Buni har xili bor. 80ligi bor, 1ligi bor, 120ligi bor. Bu yerda bir ayrimlarning 130ligi ham bor. Hammasi birdan 80ligi bor. Kvadrati 110 ming so'mdan. Ha, kvadrati 110 ming so'm. O'zingizlar buni kalkulyatorga chaqib olsanglar bo'ladi. Adashmaysizlar. Xo'p. Keyin mana bu 250 minglik daroshka metri. Mana shular polister mana. 250 mingdan mana shu 4 kunga sizlar uchun 150 ming so'mdan metri. Mana. 150 1 metrliklar. Buni har xil nimalar rulon olsanglar ham bo'ladi. Shoshilinglar. Aha, ko'rishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, kelinglar keyin. Mana bu turistik daroshka. Kvadrati 450 mingdan sotilgan sizlar uchun mana 4 kunga 250 ming so'mdan. Shoshilinglar. Turkiyaniki. 250 ming so'mdan. Xo'p, mana bu ham. Mana bu daroshkalar kvadrati sizlar uchun 4 kunga 270 ming so'mdan kvadrati. Mana bular. Mana Qalin ekan bu, ingliz Toshkent biladi buni narxini. Bemalol qiziqib ko'rishi mumkin. Kvadrati buni. Kvadrati. Faqat 4 kunga 220 ming so'mdan. Buni chetlari kojalik mana. Bemalol ko'rishingiz qalinligi mana. 220 ming so'mdan. Naqa narx yo'q. O'zini narxidan ham past bu. Do'stlar, ko'ringlar, mana ko'ryapsizlar qanaqangi narxligini. Ha, daroshka ham, mana turetskiy gramlar ham, kameralar hammasi bor mana. Hammasi. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu tomondaglar qanaqa narxni bo'lsa? Bular mana shular 270 mingdan sketkada. Mana bular 220 mingdan sketkada kvadrati mana. Qalin daroshkalar mana. Qalinligini ko'ringlar mana. Mana qalinligi, zichligini ko'ringlar, bemalol. To'qilganda shunday bo'ladi hammasi. Sifati zo'r. Bundan tashqari daroshkalar. Boshqa razmer katta gilamlar ham bormi? Bu yerda 5 ga 10 gacha gilamlarimiz bor. Kelib, ko'rib xarid qilishingiz mumkin. 4 kun sizlar uchun ham skidka, ham bonuslari bor. Bundan tashqari uzun kavralanlarim bor. Mana kavralanlarimiz mana bu to'la kavralan. Endi 5 metrgacha bor kavralanlarimiz. Bu yerda sintetikasi ham bor, poliesteri ham bor, akrili ham bor. Poliester deb sotamiz, sintetika deb sotamiz, akril. Mana bular, so'zi mana. Mana bular sintetika. Mana bu sintetika mana. Sintetikaning ham 4-5 xil sifati bor buni. Qalin yupqaligida. Mana bular akril mana. Mana bu poliester mana bular. Bular poliester. Mana bu ham akril, mana bu ham poliester mana. O'z sirazi bunday ko'rib farqini ajratib olasizlar. Shu. Yangiliklarmi? Yangiliklar shu. 4 kun mana payshanba, juma, shanba, yakshanba kuni sizlarni kutib qolamiz. Shoshilinglar. Hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Bu dargohga qilib jo'natmaymiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha xizmatinglarda biza. Hammaga omad, charchamanglar.